oddiy askarning generalgacha bo'lgan sharafli yo'li haqida suhbatlashdik. 28-dekabrda biz harbiy qasamyod qabul qilganmiz Sibirda. Oldin soldatlar ko'xini turib kartoshka tozalardik. Naryadga yurardik. Kursant bo'lganimizda shunaqa qo'yganmiz. Afg'onistonda katta operatsiyalar amalga oshirilgan. Ana shunday katta operatsiyalardan biri magistral operatsiyasi bo'lgan. Eng og'ir joy o'sha vaqtda Turkiston harbiy okrugida 40-armiya bo'lgan. Nima uchun eng og'ir joy hisoblangan? Tankisk Damkrat yesi vosib keladi. Men zачем нам Damkrat deyman. Birinchi, ikkinchi nuqtani bizlar joyda aksion qilib yo'q qilingan. Если говорить тебе дома не примут, как говорить не примут? Moskva может yaxshidir moskvichlar uchun. Bu ordenni olish bejizga emas demoqchiman. Bu orden faqat tinchlik vaqtida berilmaydi. Zarura shuni so'radi, berdingiz. Mexanikni ham berdingiz, lekin tankni bermayman dedingiz. Umuman nima uchun siz tankni bermayman dedingiz? Afg'onistonda echkilarni ikkita quloq shoxiga ikkita fanar ilib qo'yardi. Endi tasavvur qiling-da, bu sovuqdan ko'rinyapti, qanaqa bo'ladi. Shunday holatlar bo'lganki, tank portlagan, fugasda ikkiga bo'linib ketadi. 9-rotada halok bo'lganlar, vatan qo'ygan vazifasini bajargan yigitlar, o'zimiz o'zbek yigitlar ham bor edi u yerda. Ajoyib harbiy xiylanlardan biri o'sha samolyotlarning maketlari qo'yildi va o'sha maketlar bombardimon qilindi. Aslida samolyotlar saqlab qolingan ekan. Harbiy xiyla shunday ko'rsatiladiki, bunga hamma ishonish kerak. General deydi, o'sha paytda o'zlari birinchi parashyutdan sakrardi, ularning ortidan biz sakrardik. Eng asosiy vazifa jang maydonida askarlarni halok bo'lishining yo'lini oldini olish. Generallar ham yig'laydimi?